Daraxtdan tush maymunlar pista yeysanlar. Sendan boshqa hech kim yemaydi shuni. Onam uxlagan deganning-ku. Qayerdan bilib turibdilar-da? Qani ichadi buni? Ana shunda ko'tarib bitgan hech narsa qilmay, zo'r foydali. Men har kun ichaman shuni, ha? Ha, sen ichayotgan ekansan-da har kun, ha? Aka, men ham o'ynay. Jim o'tirib o'ynamaysan sen. Sen kir o'yna o'zing. Hozir kim o'ynadi kopdi? Men o'ynadim. Buyoqqa go'shing deyman. Qalajarat kim buzdi? Biza bilmaymiz. Nima bilmaysan? To'g'risini ayt, bilasan-a, keyin nima bo'lishini. Bo'lmasa ona imkon olib qo'yaylik bitta. Imkon? Imkon savdo markazida konditsioner, muzlatgich va sovutgichlarning barcha modellarini zavod narxida xarid qilish mumkin. Zavod narxida? Yetkazib berish 150 ming so'm, o'rnatib berish 400 ming so'm, lekin bularning barchasi imkonda tekin. Yo'q-e? Ha, Mana shu muzlatgich oldin 4 million 4 ming so'm bo'lsa, hozir aksiyada 3 million 403 ming so'm. Nahotki? oldin 12 oyga 467 ming bo'lsa, hozir oyiga 397 ming. Gap yo'q. Birinchi marta kaltaksiz qutuldilaring lekin. Ona endi shashlik olib bering. Мороженое ham. Senlarga men og'zimda urush ayttirmayman. Srazi taltaysan. Tushundimga.